Endi bugungi darsimizda visuka yasaymiz. Buning uchun bizlarga tomchi-munchoq, biser, ingichka uchiga qadashgan nozik mayda biser hamda 4 lik xrustal kerak bo'ladi. Ishimizni 2 qavat ipni uzun qilib o'tkazib olamiz. Butun tomoni qolib, ikkita ochiq tomonni ignadan o'tkazamiz. Ochiq tomondan ignadan ip o'tkazib olamiz. Endi ishimizni boshlaymiz. Eng oxirida turadigan tomchi xrustalimizning endi tomoni bo'ladi va ingichka tomoni bo'ladi. Endi tomonidan ignani o'tkazamiz. 5 ta biser, 3 ta 4 lik xrustal, yana 5 ta biser olib, bir komplekt. Mana bu bir komplekt visuka. Endi buni hamma xohishiga qarab har xil qilishi mumkin. Mana bu hozir bir komplekt visuka. Buni hamma har xil qilishi mumkin. Biser o'rniga nozik munchoq yoki 2 lik o'rniga 4 lik xrustallar, har xil toshlar yoki mana tomchining o'rniga mayda boshqacha toshlar qo'yishimiz mumkin. Xohishga, fantaziyaga qarab. Endi bir risukamizdan bir komplekt qilib oldik. Shundan yana o'zimizga keragicha o'tkazib olamiz. Sonini har kim xohishiga qarab qilishi mumkin. Mana bir komplekt, 2 komplekt, 3 komplekt, 4 komplekt visuka yasab oldik. Endi bu ochiq tomoni, mana bu ochiq tomoni visukalarimizni. Endi mana shunday 50 santimetrlik qilib o'zimizga keragicha iplar qirqib olamiz. Uni bir donasini olib uchiga qadaydigan nozik munchog'imizni o'tkazamiz. Mana o'tkazdik va nozik munchog'imizni ipning o'rtasiga, mana o'rtasiga olib keldik. Endi bu yoqdagi visukamizning mana butun tomonidan buni o'tkazamiz. Hozir hamma fokus jarayoni shu yerda bo'ladi. Bir komplekt visukani olib olamiz. Endi mana shu bitta visukamizni chiqarib olamiz. Mana oson. Bitta visukamiz tayyor. Tepa qismini ignaga o'tkazib, xohishimizga qarab tikib chiqamiz. Bu hammaning xohishiga qarab har xil uzunlikda qilinadi. Yana bitta ipni olamiz. Nozik munchoq yoki biser munchoqning maydasini o'tkazib, ipdan ikkiga qayiramiz va ochiq tomonidan shoda tayyorlab qo'ygan shoda munchog'imizning ipini o'tkazamiz. Qayirib bir komplekt visukamizni u tomonga o'tkazamiz. Juda oson uslubda tez bo'ladi. Xohishga qarab hamma kerakli shunday tayyorlanadi.